Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkındaki kitabının tüvendik babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari mundaq deydi. Bazı durus boğan işlerini kılmay onu kaldırıp koyuş deydi. Sebep ne mi o diye vaxtıda? Aş işini hata düşünüp kılıp bunun ağır bir akıbetinin kelip çıkıştığını ensirep bazı durus işlerini kılmay kaldırıp koyuşkanda buldu deydi. Ondaqda bu xili çok qurmaz mundaq qıldı. Hadisin üzüden biz bileyli. Bu 126 numaralık bu hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Ubeydullah ibn Musa degan kishi hadis sözlep bergen idi deydi. Bu İmam Bukhari'nin ustazı baş tercümalı öttü. Bu kişi İsrail'den hadis sözlep provatıda. İsrail bir adam ismi ha, bir adam ismi. İsrail deganimiz İsrail ibn Yunus ibn Abi Saq Subey'i degan kishi şu. O'zi Kufilik. İmam Ahmed rahmetullahi aleyh şenjilik şeyh edi. Hatta bu kishiniki hifz kuvvetidan hayron qolgan İmam Ahmed. Bu kishi 100-yil tug'ilib 160-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Undaqda qilib buyuk ustozlardan bo'ladi. Bu zat Abi İshaq'dan hadis rivoyat qiladi. Abu İshaq'ning tarjimalini boshida o'tdi. Bu kishi Aswaddan. Aswad deganimiz Aswad ibn Yazid ibn Qays Naxai. Bu Naxailar İbrahim Naxaiga o'xshash. Yani İbrahim ibn Naxai degan katta büyük alimga bizninki Buxoriy darsi chiqdi. Şu adamninki ona taraf tog'isi bo'ladi. Payg'ambarimizniki zamonini uchratgan, lekin sahoba bo'lolmagan bu odam. 75-yili Hijriyaniki Kupid o'lib ketgan. Bu odamniki 80 qatim haj umr qilganligi xotirlangan. 80 qatim ha. Odamniki Abdurrahman ibn Aswad deydigan o'g'li bor ekan. Bu o'g'limi 80 qatim haj qilgan ekan, umr qilgan ekan. Yani hajni ömrni işte ayırıp da uzun ömür ko'rganlar bo'lish kerak hamda safarni jiq qilib degandek. Bu adam talbiyalarda yani haj qilgan vaqtda talbiya o'qiydi. Shu talbiyalarda deydi ekanda labbayk men falan hoji ustan hojining bolasi deb o'g'li o'zining dadasining 80 qatim haj qilganlikdan bir xil faxrlik tuyg'usi bo'lish kerak. İşte deb talbiya aytadi deydi. Bir günde 700 rekat namaz okuydu. 700 rekat. Bir so'ngat bir teriga aylanib qolgan. Bu Aswadlar ailesini bu cennet ailesi deb atagan edi malayni vaqtida. Cennet ailesi deb atagan. Bu adam hijriya 95-yilda o'lib ketgan. Bu yerda hamda bu Aswad degan kishi davatida menga Abdullah ibn Zubayr mundaq degan idi dedi. Ayşe hamda Rasulullahning ayoli Abdullah ibn Zubayrning hammisi deb berdi. Ikki sahobaninki dialogi so'hbat bo'ladi bu yerda. Hazrat Ayşe radhiyallohu anha sana ko'p narsalarni maxfiy deb berdi. Kabe to'g'riliq sana qanday hadis so'zlab bergan idi debdi. Dedim men. Bana Ayşe anımız mundaq degan edi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ayni vaqtida shundaq degan ekanki, ey Ayşe, agar sizning bu qavmingiz yangidan musulmon bo'lmagan bo'lsa, yoki ularning kufr bilan bo'lgan zamoni yaqin orliq bo'lmagan bo'lsa, albatta Ka'bani qaytadan buzib, uninga ikki ishk bekitdim. Bir darvozadan kiradigan, bir darvozadan kishilar chiqadigan qilib. Abdullah ibn Zubayr o'zining zamonida xalifa davrida ashta qilgan. Ashta qilgan ayni vaqtida. Endi bu Ka'baniki silinish haqida tarixda necha qismatlar bayon qilingan. Dastlabda Ka'bani farishtalar bino qilgan. Ondan İbrahim alayhissalom bino qilgan. Ondan Qurayshlar jahiliyat vaqtida bular bino qilgan. Bu vaqtda payg'ambarimizning ishi 35 yosh vaqtlari edi dedi. Keyin Abdullah ibn Zubayr qaytadan sog'an. Abdullah ibn Zubayrning sog'inni cheqib o'tib Hajjaj ibn Yusuf Saqafi qaytadan bir sog'an. Hamda keyingi mezgillarda hozir qadar qurilish shakli mana shu
Həccac sağan şəklini saxlab gələn. Mavi qaytını silish meselesi ama remnut meselesi ayrı. O Abbasiler devirde, kin Osmanlılar devirde, azırk Saudi zamanında ne çıktım remnutlandı Kabe. Lekin haqiqat tigidin sağan vakit, çubuklardan yıldızını, uğulunu kollagan vakit qarta deyil atılmagan. Ayni vaqtida Harun Rashid İmam Malik'ten sorap diken fatva sorap. Kabe'ni qayta chiqib, Peygamberimizinki degan şekilde, yani Abdullah ibn Zübeyir sağan Kabe'ninki bosoğusunu töveltey, Kabe'nin yan taraftaki yani qo'shay, Kabe'ga men ikki darvoza bektey. Ama şuna bir fatva bergen bolsa desa, İmam Malik rahmetullahi alayh, padişahim, Allah'ın namıyla sildim bir ötünep qılay. Bu Kabe'ni keng padişahlarga oyuncaqchaq şekilde qilib qo'ymishlar. Uzunlu kelgan padişah buzadigan, chaqadigan avval kelib chiqib, Kabe'ning haybati musulmonlarning qalbidan tuvallab ketmasin deb shunaq deb chaq qilib qo'ymagan deydi. Bu hadisdan biz bugunkunda bizga eng ehtiyojli bo'lgan mazmun nima degan vaqtida bir yaxshi ish bo'lsa-mu, agar shu yaxshi ish tufaylidan ig'ir bir fitna fasod kelib chiqadigan ish bo'lib qolsa, shu yaxshi ishni qilmay qo'yib birimiz vaqtni sukut qilamiz degan ma'no kelib chiqadi. İmam Nawawi rahmetullahi alayh mush hadisdan dalil ep turib mundaq bir islomiy qoidani o'tirib qo'yganda, bir yomonlik bilan bir yaxshilik bor bir yerda. Bu ikkisinin qaysini qilamiz? Yaxshilikni qilamdiq yoki yomonlikni tark etamdiq? Desa bu yer qaysi muhim bo'lsa, shuni qilamiz degan. Qaysi muhim bo'lsa, shuni qilamiz degan. Bu Kabe'ni İbrahim Aleyhisselam uluğu sağan uluğu ekiliş bir yaxshilik, umum yaxshilik. Ama xalqning fitna fasod qilishi bir ziyon avval bu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir yaxshilikni tashlab qo'yapti-da, umum bir ziyon ilib keladigan yaxshilik bo'lg'achqa Rasululloh umum ziyonning oldini olish uchun qisman yaxshilikni Rasululloh bir mezgil kechiktiryapti. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.